Matbuot anjumanining ikkinchi qismini boshlaymiz. Endi jurnalistlar bilan muloqotda O'GMK jamoasi ustozi Mirjalol Qosimov bo'ladilar. G'alaba bilan tabriklaymiz. Rahmat. Bugungi o'yinga qanaqa reja qilingan edi? O'yin qanaqa o'tdi sizning nazaringizda? Bahoyingiz. Endi bugungi o'yinda sal boshqacharoq chiqdi, lekin maqsad g'alaba qozonish edi. Endi bu yoqda Paxtakorni ham yaxshi bilardi. Bilamiz ham xohlaymiz ham xohlamaymiz ham yaxshi jamoa yig'ilgan, qolaversa mahalliy futbolchilar, qolaversa unga legionerlar, yaxshi legionerlar qo'shilgan. Albatta Paxtakor hamisha O'zbekistonda yuqori o'rinlarni egallab kelgan, albatta qiyin bo'lishini bilgan edi. Shunga yarasha sal taktikamizni o'zgartirdi. Nimagaki sababi Paxtakor jamoasini qanot himoyachilari Alijonov, bu yoqda Adhamzoda juda ham ko'p bosh og'riq bo'ladi qarshi jamoaga. O'shaning uchun iloji boricha bugun 5 ta himoyachi bilan chiqib harakatlandi va albatta bu o'z samarasini berdi. Qanotlarni yopa oladi va kerakli paytda hujumga chiqib kerakli natijaga erishdi va albatta yigitlar oldiga qo'yilgan maqsadni ustidan chiqishdi. Foydalanib minnatdorchilik bildirmoqchiman. Albatta avvalambor muxlislar uchun o'ynaymiz. Muxlislarga ham rahmat demoqchiman. Assalomu alaykum. G'alaba bilan tabriklaymiz. Endi komanda masalan O'zbekistonda eng zo'r jamoalardan birini yutganda, federatsiyaning kimni o'z yetganda bugun ikkinchi taymda asosan Ikkinchi taym o'rtalarida himoya hujum qilish boshlaganda shu endi majburlab jamoa orqaga o'tdimi? Paxtakor majburlagani uchun yoki bu ham endi unisi ham yo'q. Tushundim savolni. Savol uchun rahmat. Birinchidan raqib jamoasi ham hujumga chiqdi. Ikkinchidan shogirdlarim ham iloji boricha hisobni saqlab qolishga ham harakat qilishdi. Endi albatta bu ideal emas. O'zi hamma kutgan edi. Men ko'proq iloji boricha kombinatsion 4 ta himoyachi bilan o'ynayman va bugungi o'sha 3 ta markaziy himoyachi bilan chiqqanimizda menimcha yengillik bo'lgan bo'lsa kerak raqib jamoasiga ham. Shunga qaramasdan turib yigitlar yaxshi harakat qilishdi va albatta o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Buni bir hafta 10 kunda shakllantirib bo'lmaydi, qanaqadir vaqt kerak. Lekin futbol o'sha o'yin davomida sxema har doim o'zgaradi. U vaziyatda yo bu vaziyatda yigitlar tushunish kerak va o'shani bajarish kerak. Yana bir savollar bormi? Savollar Mirjalolga shu agentga dastlabki ikkita turda 100% natija qayd etdi. Endi hozir FIFA kunlari shu terma jamoaga pauza bu agentga foydaga ishlashi mumkinmi yoki minus ko'rmi? Yoki masalan bugun Paxtakor agarda men volshebnik bo'lganda ertaga nima bo'lishini aytib berardim, vaqt ko'rsatadi. Nima bo'lishi? Albatta. Savollar yo'qmi boshqa? Sog' bo'ling. Rahmat.